Assalomu alaykum bolalar, qalaysizlar, tuzukmisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Ishlar bilan do'stlar charchamay yuribsizlarmi? Doimo sog' salomat bo'lib. Ular jigarlar, bugun sizlar bilan mana shu geyimiz, ya'ni ko'rib turgan qurbaqa o'yinida balansni ko'tarib ko'ramiz. Swampland o'yinida balans ko'tarishga harakat qilib ko'raman. Albatta, o'zingizlar videolarimizni kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa, videolarimizga bitta like tugmasini bosib, kanalimizga esa bolalar albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan-da zo'r videolarimiz hali oldinda. Albatta kanalga obuna bo'lib, kanalni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Bugun bolalar o'ynaydigan bukmekerimiz mana shu Win-Win kontorasida bo'ladi. Win-Winda mana shu sizlarga qanday qilib 5 ga borishni eski bir strategiya bor. O'sha strategiya orqali bugun o'ynab ko'raman. O'zingizlar videolarimizni kuzatib, like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Ana bo'lmasa biz boshladik. 6000 so'mdan mayli. Boshlanishiga farqi yo'q bolalar. Kam summa bo'ladimi, katta summa bo'ladimi, bosaveramiz. Buning uchun bosaveramiz. To'g'ridan 5 gacha borishni ko'rsatib o'taman hozir. Davom etamiz. 5 million pul bor ekan, shuni 10 million qilaman, to'xtataman bolalar. Qila olsam endi oldindan aytib bo'lmaydi. Qila olsam. Endi bir ko'tarib ko'ramiz. To'g'riga tushda yuramiz. Ikkinchisi ham o'qizi. Mana ko'rdinglarmi? Dagon qildim. 3 tadan keyin dagon qildim va sirazi 5 ga sim berdi. Yutuqni olish qilamiz. 2.443.000 tushamiz ana endi. Tushib davom etamiz jigarlar. Ketdi. Davom etamiz. Oy billa 27 ga sim berdi. Qo'yil 27 ga sim keyin borib qo'ydik. Gap bo'lishi mumkin emas. Davom etamiz yana. Yana bersak 27.
bir marta chiqar ekanda bolla bu eski strategiyamiz bir martagina o'xshadi. Eskida bolla judayam eskiligi uchun balkim bir marta o'xshagan bo'lishi mumkin. 2 yilcha bo'lib qoldi bu strategiyaga, где-то 2 yilcha bo'lib qolgani uchun uncha zo'r o'xshamadi bolla. Oqizishini kutmagandim lekin. Chunki birinchisidan keyin уже umidi bor edi-da, yana bersa kerak deb o'ylagandim, lekin uncha bermadi bolla. Nima ham deymiz do'stlar, bir kun omad keladi, bir kun omad kelmaydi. Kristalda ham oqqandek, afsuski mana shu qurbaqa o'yinda ham oqdik. Aytdim-mana, bir kun omad keladi, bir kun umuman omad kelmaydi do'stlar. Endi ilojimiz yo'q. Albatta, bugun omad kelmagan bo'lsa, erta foyda bilan chiqib ketishga harakat qilamiz. Bo'lmasa do'stlar, nima deymiz? Sizlar biz qilgan xatolarni umuman qilmanglar. Afsuski bugun omadsizlik bo'ldi. Nima ham deymiz? Albatta keyingi videolarda sizlar bilan mana shu minuslarni qoplashga harakat qilamiz. Bo'lmasa o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar, valloh.